Maşnaq chiqadigan yeri bormi? Kala go'shtini desam, bir kalada faqat 2 kiloli chiqadi bu deb qassobstim. Alayda kisbadi dedi yo'lishim. Qarangiz ama go'shtni talasini kattaligini. Nasi dedi bu yerini ismini bildiganlar fikr ayolga yez qo'yingizlar chutqanlar. Ana o'xshash birdek yo'l bilan arvolmiz jimon yurgarga emraqligimda yaqsam siqig'il olmaydigandek bildi ekan. Machu qip yedis adam yog'di qo'qitqa, qilmaydi sijigiz kitqa. Bir kuni sizga va'da yegim kep to'yin ko'raysam, bir shipini ushqishqal dedim. Sizlar yaqsamay qildig'ini uchun darhol dedimda yo'ldashimga mushu go'sht lazım deb cho'qim sizlarni yaxshi ko'rdi deb filmga tartqashlik qitman tuqalar ta'mi ish qilib voy demeli qo'ya yana bir yesam deydig'ini dal mushu kajimo ish qilib vashi o'xshab ketdi. Boshda mono saylar bilan buni tamlantirib oldik ekanmiz tuqallar jimo necha soat desingizlar qo'rqib ketmangizlar tuqallar 6 soat balla qo'ydi ekanmiz. Am uningda azara qismi bo'lar am mushu o'lcham kachi tuqallar mana mushu o'lcham bo'yicha qildim. Mushu saydara darmanlar bilan shuni atrofida mijib to'z yaxshi aralashtirib 6 soat qo'ydi ekansizlar. Nurimagulla qatmaga maram chiqlani shu ko'mas qilaversam deyman yana qiymayma. Parvozlar tugusini ichib basayjimi yana mushu achchig'imni yanala deb ma parvozlarniki 100% hisob organik tugusini chelib oldim. Ashqa yagi borduchi bu tuqqalar samirtmaydiganga boshqani bilan degan deb mushuni ichib ashliqni basida oldim hozir. Yashanganlar ballar homildarlarning quvvatlilig'idagi yaxshi to'liqlik ush bo'lalaydi. 6 soatdagi ham buniki lagalogolarni alatib to'z, shakar, zira, shanchu qo'yib andi o'zimizniki yeyish o'lchimiz bo'yicha lazım undi sat bir aralashtirib ham bu jiqamas yarim soat 1 soatgacha qo'ysangiz bo'ldi ekan. Men yarim soat qo'yib zaytun mayda jiq bir vetib les qaratlik tizib oldim. Men buni qilish ta'sir emasga tuqqanlashu bir kun vaqtingizlar ketib qoldi ekan. Nima ish qildingizlar? Ish ham boshlandi tuqqanlar. Buni boshida 140 gradusda 50 minut qizdirdi ekansizlar. Uningdagi buni ham bir pokiz may qog'ozga yuyatkaldirib tizib 140 gradusda yana 50 minut qizdirdi ekansizlar. Mushu ikkinchi qatimda salban suyimi bor dal yeyishlik vaqti ekan tuqqanlar, lekin bak qurish ketmaydi ekan. Agar buni teg'imi qurtib jigim bardisingizlar yana 20 minut arim bir qatim 2 qatim yana qaqlasingizlar bo'ldi ekan. Ish qilib soatlab tamlantirib kunlab pusharg'onga tushliq ajoyib o'xshabdi ekan tuqqanlar. Ishtahasini taqildatib agar menki fensirimda bo'ladi ekan sizlar cho'qim bir qipaqmisingizlar bo'lmaydi tuqqanlar. Fensirim emaslarmi qipaqsizlar jimo o'zim nadi qap bolarimga shunchalik harakati nechki to'xtab yana qilsam hisob emas. Mashnaq